Ümitning ishigi, gunohlarning tugigan, mo'jizlarning boshlangan yeri. Dunyoning eg'ir yuksizni bisib tushganda qilgan xatoliklarınız ruhingizni zulmatga g'arq qilganda va men endi o'ngshilanmayman deb o'ylagan daqiqangizda shuni bilingki, Allohning mehr shafqati sizning gunohlaringizdan cheksiz cho'ngdir. Umitsizlik eng cho'ng to'zoq. Nurg'un kishilar men bek ko'p gunoh qildim, endi yuzim yo'q deb o'ylaydi. Lekin Alloh taolo Qur'on Karimda bu zulmatni birla oyat bilan yo'rtib etgan. Ey Muhammad, mening gunohlarni qilib o'zlariga zulm qilgan bandalarimga aytganki, Allohning rahmatidan umidinglarni uzmanglar. Alloh haqiqatan barliq gunohlarni mag'firat qiladi. Sura Zummar 53-oyat. Mayli siz umringizni qandoq o'tkazing, qandoq tasavvur qilg'isiz xatoliklarni qiling. Siz dahi tirik ekansiz. Allohning "Kel bandam" degan chaqirqi siz uchun kuchga ega. Tahorat bilan boshlangan ruhiy yuyinish. Tahorat ilish uchun suv qo'lingizni tekkizgan daqiqada faqat badaningizla emas, balki ko'nglingizdagi g'amlarni mo yuyayotganligingizni his qiling. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq mo'jizani xabar bergan. Bir musulmon banda tahorat olganda yuzini yuvsa, ko'zi bilan qilgan gunohlari suv bilan birga to'kilib ketadi. Qo'lini yuvsa, qo'li bilan qilgan gunohlari suv bilan yerga to'kilib ketadi. Toki u gunohlardan pok bo'lib chiqquncha. Muslim, bu bir insonning yengilnishidir. Suvning salqinligi bilan ruhingizdagi o'tni o'chirib, jaynamozga qarab bir qadam besing. Jaynamoz siz bilan Alloh o'tirsidagi alohida rayon. Jaynamozga chiqqanda siz dunyoning barliq shavqin surallaridan ayrilib, bir mo'jizlar dunyosiga qadam qo'yisiz. Tavba qilish. Ey Rabbim, men keldim. Seningdan boshqa boradigan yerim yo'q deb pichirlagan daqiqangizda mo'jiz boshlanadi. Ruhiy o'zgarish. Ilgari hech qanday narsadan tam ololmaydigan mol dunyo, tamoq yoki ko'ngil ichishlar sizni xo'shal qilolmaydigan shu quruq qalbingizga bir nur kiradi. Bu nur huzurdir. Mo'jiz boshlanadi. Siz o'zgarasiz. Bu jarayonda siz shuni bayqaysizki, qalbingiz yeniklaydi. Go'yo zimmingizdagi tog'dek eg'ir yuk qushdek yeniklab qolgandek bo'ladi. Tam elish. Ilgari ko'zingizga ko'rinmagan kichikkina go'zalliklar, bir parcha nonning ta'mi, bir qushning sayrashlari sizga hayotning ahamiyatini his qildirishga boshlaydi. Kuch-quvvat, qalbingizdagi qo'rqinch va andishlarning o'rnini Allohga bo'lgan tavakkul va ishonch egallaydi. Namoz badanning harakati emas, ruhning hujurga qaytishi. Namoz faqatla ma'lum vaqtlarda o'rindalgan quruq shakldagi egilib qo'pishlar yig'indisi emas. U kunda 5 qatim butun dunyoni orqaga tashlab, g'am, qayg'u, xiris va shavqin surallar ichidan o'zimizning asliga, Rabbimizga qaytishimizdir. Namoz ruhning tozalanish fursati. Bugungi kunda biz tez suratlik turmush, iqtisodiy bisim va ijtimoiy taratqularning g'alvisida ruhimizni bakmo charchitib oldik. Namoz dal mushu charchigan ruhning yuyinish ko'lidir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shundoq misol keltirgan. Sizlarning biringlarning ishki oldida bir daryo bo'lsa, u kishi shu daryoda kunda 5 qatim yuyinsa, uningda kir qalamdi. Sahobalar, yo'q, qolmaydi deyishganida Rasululloh 5 vaqt namozmu ana shuningga o'xshashdir. Alloh namoz orqali gunohlarni o'chiradi degan. Buxoriy va Muslim. Agar siz o'qigan namoz sizni yolg'onchilikdan, haqsizlikdan va boshqalarga azor berishdan to'smagan bo'lsa, u yerda shakl bordir, nishon yo'q bo'lgan bo'ladi. Chunki namoz oldi bilan badanni emas, qalbni tarbiyalaydi. Harakatlarning orqasidagi sir, qiyom, o'ri turish. Bu faqat o'rindan turishla emas, balki botilning oldida egilmaslik, haq tarafda mazmut turishdir. Rukku egilish. Bu manlikning haddini bilishdir. Men degan kibrlikimizni Allohning ulug'ligi oldida aytgan yerimizdir. Sajda peshonining yerga tegishi,
pishoni yerga tekkan tuyg'u kibrning sungan, o'zimizning ojizligini eng yuqori chekda his qilgan daqiqalardir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bandaning Rabbiga eng yaqin bo'lgan vaqti sajda qilgan vaqtidir degan. Muslim. Namoz bir majburiyat emas, bir panohgoh. Allah namozni sizni qiynash yoki cheklash uchun emas, balki dunyoning qaynamlarida yo'qab ketmasligingiz uchun farz qildi. Kun bo'yi ish, so'z, raqobat va turli xirslar sizni parakanda qilganida namoz sizni aslingizga tinchlikqa qaytaradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror ishdan qisilsa yoki charchisa Hazrati Bilalga, Bilal, bizni namoz bilan aram oldirg'in, azan to'lig'in deydi. Siz uchunmi namoz bir vazifa emas, balki aram ilish bo'lish kerak. Namoz sizning Allohga bo'lgan muhtojligingizning eng go'zal ifodasidir. Qalb bilan qilingan bir namoz sizni faqatla joy namozga emas, balki to'g'ri yo'lga, insoniyatga va haqiqiy xotirjamlikka boshlaydi. Namoz sizning dunyodagi o'rningizni emas, Allohning dargohidagi o'rningizni belgilaydi. Namoz dunyoning bo'ron chapqinlarida sizni yiqilib tushishdan saqlaydigan yiltizdir. U faqat bir diniy majburiyat emas, balki psixikalik jihatda oromgoh va davolash, fan jihatda sog'lomlik va tartib, din jihatda nijotlik va nur. Namoz o'qiganda men nimaga muhtoj deb emas, Rabbim meni huzuriga chaqirdi deb turing. Shunda qilganda namoz sizni o'zgartadi. Siz o'zgarsiz. Dunyoringiz o'zgaradi. O'tmishingiz sizga kim ekanligingizni aytib berishi mumkin. Lekin tavba sizning kim bo'la oladiganligingizni belgilaydi. Bugun dal hozir shu tunji qadamda besing. Alloh sizni kutmoqda. U sizdan qaytib kelishingizni butun dunyoning xushalligidan bakrak xushallik bilan qarshi oladi. Mo'jiza sizdan qaytib kelishingiz. Haqiqiy mo'jiza osmondan oltin yig'ishi emas, balki siz burun his qilmagan shu ichki tinchlikning jaynamoz ustida paydo bo'lishidir. Sizning shuncha ko'p gunoh va azob ichidan yana "Ya Alloh" deb beshingizni sajdaga qo'yishingiz Allohning sizni yanada tanlaganligi va so'ydiganligidir. Dunyoning eg'irligi sizni yerga bosganda, siz shu fursatdan foydalanib sajda qiling. Chunki siz yerga eng yaqin bo'lgan shu daqiqada aslida arishga eng yaqin bo'lgan bo'lasiz. Alloh sizni hargiz tashlamaydi. Chunki u sizni siz o'zingizni so'ygandanmi bakarak suyidi.